Biz dunyoga kelganimizda qo'limizga tayyor bir xaritani tutqazishadi. Bu xaritada qayerga borishimiz, kim bo'lishimiz va hatto nimani orzu qilishimiz kerakligi allaqachon chizib qo'yilgan bo'ladi. Ota-onamizning amalga oshmagan armonlari, jamiyatning muvaffaqiyat haqidagi yaltiroq qoliplari, do'stlarimiz nazaridagi ideal obraz. Biz esa sodiq farzand, yaxshi do'st, namunali inson bo'lish uchun o'sha xaritadan bir qadam ham chetga chiqmaslikka harakat qilamiz. Lekin mana shu yerda eng katta xiyonat sodir bo'ladi. Bu birovga emas, balki o'zligimizga qilingan xiyonatdir. O'z salohiyatimizni, ichimizdagi asl olovni o'chirib, begona maqsadlar uchun umrimizni sarflash. Bu xuddi birovning kiyimini kiyib yashashdek gap. Tashqaridan hammasi joyida ko'rinadi. Balki kasbingiz bor, balki maoshingiz, oladigan oyligingiz yaxshidir. Ammo ichkarida, ruhiyatning eng qorong'i burchagida bir narsa tinmasdan og'riydi. Bu og'riq vaqt o'tishi bilan zaharga aylanadi. Bu zaharning ismi nafrat. Ha, biz ba'zan ota-onamizdan nafratlanamiz va bu nafrat uchun o'zimizni aybdor his qilamiz. Lekin tushuning, bu nafrat ularga emas, balki bizning erkinligimizni bo'g'ib qo'ygan o'sha qarzdorlik tuyg'usiga qaratilgan. Bu nafaqat aslida ichimizdagi bostirilgan menning, meni ko'ring, meni borligimni, meni tanlovimni tan oling deb qichqirayotgan ovozdir. Ota-onaning orzusini amalga oshirish yo'lida o'zligingizdan voz kechish bu shunchaki mehr emas. Bu ichki dunyoning sekin-asta yimirilishi. Chunki begona maqsadlar bilan qurilgan hayot bu qulashi aniq bo'lgan uydir. Eng katta jasorat bu birovning xaritasini chetga surib, o'z yo'lini chizishdir. Toki umrimiz oxirida men kimning hayotini yashadim degan savol oldida titrab qolmaslik, o'zingizga sodiq qoling. Chunki sizning asl meningiz bu siz dunyoga berishingiz mumkin bo'lgan eng katta sovg'adir.